Murad Buildings tomonidan Uchtepa tumanida qurilgan soy bo'yi turar joy majmuasiga kelganmiz. Umumiy 16 qavat, shuni ikkinchi etajda 49 kvadrat bo'lgan bizning kvartiramiz chiqyapti. O'rtoqlar, hovlilariga alohida e'tibor berib qo'yasizlar. Bolalar maydonchalari, besetka, fontan, xullas hamma sharoit qilib ketilgan. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Oxirigacha ko'rib turinglar, to'liq obzor va albatta oxirida narxini aytib o'tamiz. O'rtoqlar, buni qaranglar, mana shunaqangi kirush koridorlari ham juda ham chiroyli qilib qo'yilgan. O'zi Murod Buildings uylari mana shunaqa hamma narsaga e'tibor bilan qilishadi. Demak, kirush prixoshkamiz borda, o'ng tomonda sanuzilga joylar qoldirilgan. To'g'rida bo'lsa, oshxona sun'iy formatiga moslashtirib qo'yilgan. O'rtoqlar, o'zingizlar ko'rib baho berib qo'yasizlar bu xonadonimizga. Bu yoqda demak, родительский spalning zavodda balkondan chiqib shundoqqina manzaralarni tomosha qilsanglar bo'ladi. Chap tomonimizda yengil zanalari tushyapti. Bu yoqda parkovka degan joylari, zelyoniy zonalari, xullas gap so'z bo'lishi mumkin emas. Yana bir marta eslatib o'taman. Uchtepa tumaniga kelganmiz. Soy bo'yi turar joy majmuasi. Umumiy 16 qavat, shuning ikkinchi qavatidagi kvartirani sizlar bilan obzor ko'rib chiqdik. Mana shu ko'rayotgan kvartiralarga 69.500 dollar so'rashyapti. Tepasiga kelsanglar yana kelishiladigan joylar bo'ladi. Egalarning raqamini qoldiraman. To'g'ridan to'g'ri murojaat qilaverasizlar. Sizlar bilan ko'rdik bo'ldi. Bizdan sog'lashinglar.